Avtosидeniya. Cobalt mashinamiz. Akangili 500 kilometrdan kelishdi. Navoiy tarafdan. Ana kuni video qilib chiqdim. Bivadi Hanis denasi bo'yicha, Bivadi Songs denasi bo'yicha. Aytdim, kimdandir olishgandi. Men buni isbotlash chiqmoqchi emasman. Aka, nima bo'ldi? O'zingiz ayting. Bir yarim yil oldin qo'ydik sedanani 211 ekan. Bizga yoqmadi-da, to'g'risi, sonovkasi ham, endi sedan tanlash ham ozroq adashgan ekanmiz. Keyin joyimizga keldik, alishtirishga. To'g'risi, bu yerda ma'qul topolmadik. Narxi ham, o'zi ham sedan ham yoqmadi. Keyin Instagramdan sizlarni ko'rdik. Men keldik, xudo xolisa, jarayonni endi Ish bor-ku, kachisi yo'q. Ustonovka sotadigan odamlar mayli. Ishni ustonovka qiladigan odamlar o'sha kachisi yo'q. Sizda pastga tushib ketdi. O'sha adarli yotibdi. Keyin Abduf ishlab turibdi dedilar, uyimga boryapti, ishlamayapti deyapti. Men sotgandan keyin hamma javob berish kerak. Telefonda kelgan aytishot telefon qilishyapti-da, bular mana bunaqa narsa bor desa, mensimasligi. Bunaqa narsa qilish kerak. Inson zotda yaxshi bo'lish kerak, okalar. O'zimizni yo'qotib qo'ymasa, xudo xolisa. Men kimlargadir nimadir isbotlamoqchi emasman, lekin okamga kelib gapirishyapti. 20 tadan ko'p odam aytdim, hozir pashti yana bir 30 ta 40 tacha bo'lib qolishdi. Endi bunaqa qilishgan, tirikchilik pulimizni halollab olganimiz yaxshi. E'tiborli so'raymiz, bizdan kuzatishni davom eting.